Bilamizki kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlar uchun kommentariyada ishonchli silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib barcha sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting. Hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting. Azakaga atlet qilmoqchiman. Azaka xitoyliklarga atlet qildilar ustozimiz. Onayinski. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things. Ko'tardik. Ozgina yurishga ham harakat qilamiz. 400 kilo bilan. Ushlab turamiz. Mana sekunda yoqamiz keyin hali Azakaga ham jo'natinglar. Ikki boy odamga jo'nataveringlar. O'zbekistonda bor shunaqa odamlar. Sekunda ham yoqamiz hali qancha ko'tarib turganimni. Men bu videoni hozir to'lig'ini qo'ymayman, chunki mana storiesda $1000 turadi. O'zi bularga shu kerak. Mana storieslarga chiqib olib turib, bular atvet qilsam, bular ankillasa, men unga javob bersam, menga minus, bularga plus. Просто endi mujik gapi bilan, действияsi bilan mujik to'g'rimi? Masalan, mana gapirdingiz, mana 400 kilo ko'taryapman, atvetga qilib qo'yinglar, Azakani ustozi deyapti. Bu bola o'zi bundan oldin ham 5-6 ta odamnikiga osilib butun hayotidagi orzuyi bloger yo kimdir bo'lib ketdi. Shuning uchun hamma narsa qilib ko'rishdan toymaydi. Lekin kim ichinglarda shu bolani olib meni adresimga olib kelsa, oldimga olib kelsa, shu 400 kiloni rostkasini qo'yamiz, jonli efirga qo'yamiz, haqiqatdan mashhur bo'lib oladilar. Faqat shu yerdan notariusga boramiz. Men gapimga javob. Bitta Spark mendan agar xuddi shu videoga o'xshab ko'tarib, orqaga oldi yurib bera olsa, 34 sekund ko'tarib bemalol gapirib tura olsa. Bormi muziklar? Xullas, shu bolani kimdir topsa, vaqti bo'lsa, shuni izidan tushsa, olib kelsa oldimga. Rostakasim sementni, rostakasim 400 kiloni tarozga qo'yib turib, qo'liga beramiz. Xuddi shu videoga o'xshab ko'taradilar, polvon, orqaga oldiga yurib ko'radilar videoga o'xshab. Gapiradilar, 34 sekund turib beradilar. Keyin orqadagi videodagi turgan Spark yilini aytsa, xuddi shu Spark yilidan men o'rtaga tushgan odamga yoki o'sha bolani o'ziga ular kelishib olsa, nomiga o'tkazib beraman. Bozordan olamiz. 2020-yil Sparkmi, 21-yil Sparkmi, 24-yil Sparkmi? Gar o'ynaymiz-da, chunki 400 kiloni ko'tarib bera olsa. Agar ko'tarib bera olmasa, orqadagi turgan o'sha Sparkini, misol uchun, men muhtoj topamiz, menga kerak emas. Menga Spark kerak emas. Boshqa mashina ham kerak emas menga. Bizda mashina yetarli. Muhtojga beraveramiz. Bormi chotida bezi borlar? Mana shu videoga men atletga qilayotganlar ichingizda bormi birontanglar? Qisqaroq va lo'ndaroq gapirishga harakat qilaman. Uyim adresi Chilonzor C kvartal 48-dom 44-kvartira. Bu bolani kim topib olib kelsa, erinmasa, shunda zainteresovan odamlar bo'lsa, bu bola o'zi ham meni juda yaxshi kuzatadi. Men uni cho'rni spiskga tiqib qo'yganman, o'zi nima uchunligini biladi. Bu bolaga yaxshiliklar ko'p qilingan. Mayli, yog'iga o'tmaymiz. Ustoz deb ko'tardim, deyapti. Mayli, ko'tarsin, omadini bersin. Lekin oxirgi payt bironta bir rekord yo bir narsa qilishga ham odam qo'rqib qoldi. Hamma qilib ko'ryapti nimagadir. O'zlari ham qilsa bo'ladi. Yo'q, men qilgan narsani qilib ko'ryapti. Mayli, qilishaversin, omadlarini bersin. Motivatsiya bo'layotganimizga xursandman. Lekin gap bo'lishi kerak, действие bo'lishi kerak. Bu videoda 400 kiloligiga albatta men ishonmayman. Chunki Qunduz boboni qissalarini yoshligimizda ko'rardik, o'shanda ishonardik. Gapni nimadan boshladim, nimada tugatmoqchiman, davomi keyingi storiesda.
Yurganda video qilganda qanday hayron bo'ladi, ya'ni o'sha bir Kitay qizi ko'kragiga pastga tushib qolganda biz unga taqlid qilib kulib, tuxumdonlarni shortini orasidan o'tkazib turib, pastga cho'zib qo'ydik. Shu videoning ma'nosi shunday ediki, oxirgi paytda ko'pchilik o'zini ijodi bilan emas, o'zini talanti bilan emas, o'zini sporti yoki-da iqtidori bilan emas, kimlarning keragidir osilib ko'tarilmoqchi bo'lib, hattoki ko'tarilishda ham. O'shanda hayron bo'lib qarashaydi. Hayron bo'ladigan joyi yo'q. Buni men ham oxirgi payt ko'p kuzatyapman. Sport platformalarida turnikka osilish o'rniga hozir bir ikkita ko'tarilib ketib qolgan ba'zi bir insonlarni tashag'iga osilib ko'tarilayotganlar ham juda ko'p. Xullas, men videodagi bola haqida hozir gapiraman. Bu videoda gapiryaptiki, 400 kilo ko'tardi, mana 34 sekund yetkazib qo'ylar, atmetka qilib qo'ylar, jo'natib qo'ylar deyilyapti. Davomi keyingi storiesda. Yozibdi, oga chaqiramiz, ko'tarib ko'radi deyishibdi. Ko'tarib ko'radi emas. Mana men bu yerda hozir sanaymiz. Mana shu yerda $7000 ko'p bo'lish kerak. O'rtacha bir. Короче, mana shu yerda 2,5 ming molini pul bochka edi. 7,5 ming 8 mingga yaqin pul bor edi. Xullas, muammo emas. Bitta Spark beradi. O'sha o'rtaga tushgan odam o'sha Sparkga garov o'ynaymiz. Menga kerak emas. U ko'tara olmasa, men yutaman u Sparkga. Bitta obunachimizga prosta tak berib yoramiz. Lekin prosta tak kelib turib ko'tara olmasa, uni mashg'ul qilib menga kerak emas. Men bilaman-ku ko'tara olmasligini, shuning uchun bitta Spark, bitta Malibu yo bo'lganda tuzroq narsa, 2-3 bochka dollar bir narsalardan bo'lish kerak-da. Odam qiynalish kerak ozgina-da. Minusga kirish kerak, misol uchun. O'zbekistonga vizit tashlayaptimi? Qani, deyishda bo'lish kerak-ku. Mana bitta Spark tayyor. Bormi? Shu bolani topib olib kelib 400 kilo ko'tartiradigan odam. Shuni olib ketasiz mana shu pulni. Assalomu alaykum. Bu video murojaatim azizlikka atvet. Turnikka osilish o'rniga hozir bir ikkita ko'tarilib ketib qolgan ba'zi bir insonlarni tashag'iga osilib ko'tarilayotganlar ham juda ko'p. Tashaqqa osildi bu narsada video qilib tashlabsiz aziz aka. Mayli, agar men sizga qilgan video atvetdan tashaqqa osilish bo'lsa, o'g'il bolaman, mayli osildim deylik, lekin siz ham o'g'il bola bo'lib tan oling, xitoyliklarni videosini qo'yayapsiz, atvet qilyapsiz, xitoyliklarni tashag'iga osilyapsiz ekanda shunda. Xullas, shu bolani kimdir topsa, vaqti bo'lsa, shuni izidan tushsa, olib kelsa oldimga. Undan tashqari siz nimaga to'g'ridan-to'g'ri bilasiz, dushmanlarim ko'p. Internetda to'g'ridan-to'g'ri nayomshig o'lyapsiz menga. Bu bolaga kim zainteressionniy odamlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, ketidan tushsa, vaqti bo'lsa, ushab yonimga olib kelsa deyapsiz, Spark va'da qilyapsiz o'tda. Undan tashqari nima? Men o'zim bora olmaymanmi yoningizga? Saidali Rahmon ukajonim yoki shogird, men ishonmadim shu narsani ko'targaningga. 400 kiloni meni yonimga kelgin, nomerim mana bu, adresim mana bu, kelib ko'tarib bersang bitta Spark beraman, va'da qilaman demayapsiz-da. Men bitizda garazingiz bor-da. Siz bir narsani rejalashtirgansiz. Ushab olib kelinglar buni, qiziqqanlar bo'lsa deyapsiz. Men uni cho'ni spiskga tiqib qo'yganman, o'zi nima uchunligini biladi. Bu bolaga yaxshiliklar ko'p qilingan, mayli, yo'q o'tmaymiz. Menga qilgan yaxshiligingiz agar shu bo'lsa, bu nima, minnatmi bu? Yaxshilikka ham kirmaydi. Bu payg'ambarimiz ham savdo qilganlar. Men Gefizga qatnashganman, 4 million degan joyda 3,5 millionga men ko'ndirganman sizni. To'g'ri kelganki, siz ko'ngansiz shu pulga. Nima endi shu yaxshilikka kiradimi? Minnat qilyapsiz men bitta gapir. Bu bolaga ko'p yaxshiliklar qilingan. Undan tashqari men siz bilan cho'rniga tiqib qo'yganingiz masalasi bo'yicha meni 200 ming garant, 300 ming prognoz degansiz, boshqalarga internetga, istoriyangizga 300 ming prognoz turdim deb qo'yyapsiz-da. Menda 95 ming odam o'tyapti, meni chiqarib yuboryapsiz. Ekran zapis qilib o'zingizga tashlayapman, men bilan urushib ketyapsiz. Nima demoqchisiz? Ya, bu yerda 1 million pul tashab berdingiz menga qaytarib, to'g'rimi? Aytyapsiz, nima? Meni bir marta tashlagan podpischiklarim sizga 3 martalab qanaqa qilib tashlaydi? Siz 3-marta gifimda qatnashyapsiz, deyapsiz. Xo'p, 3-marta gifingizda qatnashsam, nimaga siz menga o'shanda ustoz skidka qilib bermadingiz? To'xtang, Saidali Rahmon ukam, siz 3-marta gifimga qatnashyapsiz ekan. Sizga uncha odam o'tmaydi. 3,5 million emas, 2 million beravering demadingiz. Mana biz nimaga cho'rniga tiqib qo'ydingiz? Nimaga biz siz bilan urushib qoldik? Orqadagi turgan o'sha Sparkini garov o'ynaymiz-da. Adin Expert reklama qilmadim deb bir istoriyangizni ko'rdim. Qilmayman, 50 ming, 60 ming dollar beryapti degan ancha bo'ldi. Istoriyangizni ko'rganimga Adin Expert menga ham 10 ming dollar taklif qilgan, kerak bo'lsa, joyi bor. Undan tashqari siz mana shu yerda qimorni targ'ib qilib turibsiz hozir. Spark qo'ydim. Men hali hech narsa deganim yo'q. Orqasidagi turgan Sparkini birovga berib yuboramiz. Siz zo'r ekansiz-ku, kimdan so'rab berib yuboryapsiz? Men tikdimmi, Sparkimmi? Qimor qoron. Harom narsaga hayotda men bir narsamni tikmayman, garov o'ynamayman. Tiksangiz tiking, mana ko'taramiz. 420 ko'taraman bu safar, Alloh nasib qilsa. Meni niyatim hammani chaqiraman, taroziga qo'yib ko'taraman. Meni niyatim, men Sirdaryoda xola bor.
uyi yo'q, uysiz xola bor. Ana shu xolaga men uyqu bermoqchiman Alloh uchun. Men xudo xolasa shu xolaga uyqu beraman. 63 yoshda payg'ambar yoshi xola bor. Men hayotda siz bilan garov o'ynamayman, qimor ham o'ynamayman.